yuqum mezgilida barliq faoliyat xizmatimiz uyda bo'lib qoldi. Shundaq kunlarning birida telefonim tuyuqsiz sayrab qoldi. Vay deyishimga qarish tarafdan yaxshimi oldi dedi birisi. Yaxshi, siz kim bo'lasiz deyishimga sizmi uydimi oldi danga bo'ldi. Ovozdan necha yoshda ekanligini farqlantirgili bo'lmaydigan, ammo bino uydan koridorga chiqolmay qattiq muhur xumor tutgan bir erkishning ovozi kelyotdi. Meni o'ndidari qo'ysangiz, ancha-muncha yezib qo'ygan narsalarım batdi. Saloningizda e'lon qilib qo'ygan bo'lsangiz. Bo'ladi, dedim men amal ba ovozimni silliqlashtirib. Mazmuni sog'lom, yaxshi bo'lsa e'lon qilib berayli. Qanday asardi? Qanday asarligini menmi bilmadim. Shu ko'rgan ishlarni ancha-muncha yezib qo'ydigan odatim bor dema. Endi u hikoyami, cho'chakmi, menmi toza bilib ketmayman. O'zingiz qarab bir narsa deysizda endi. Sizlar salonchilik qilib yurgandikin. Vay! Qandaq dedim aksi. Chaqchaqmi qilib qo'yman. Havoning ishimi, ya yemak ishmakdiki gapmi, mushtaq ketib beriblam. Tormuzim tutmay qoldigan xalit bo'lib qoldim qaram. Xarish tarafning gaplarini anglagan siri bir tarafdan birasi ahmoq qilyapamdi deb o'ylab, g'ujjidi nervam o'rilib. Hay, to'xta, anglab baqay degan qiziqish ilikida ulabli so'rdim. Undaq bo'lsa, ism familiyangiz, qisqacha tarjima olingiz, suratinizni qo'shib yo'llab qo'ying, ha? Voy, hargiz mening ismimni chiqarib sanmang. Sizga yarabli qolsa, o'zingizning nomini hayda bering. Mening yozganimni al og'inlar turmoq, xotinim uqib qolsimi kulib, tiliqib qolar. Shunlashqa uyda qalam qog'oz ishlatmay, telefonda yezib puttiraverman da. Uyda turgan vaqtimiz uzrab qolsa, telefon to'g'riliqmi bir narsa yezib baqay deyapman. Hozir mush uyning to'rt demiga gap qildiganlar jiqlab ketibdi qara. Angladingizmi-kin? Yaqinda cho'ng doktorxonaning maxsus uqtirish chiqiribdi-dak. Agar to'ttam sizga gap qilib qolsa, jiddiy kelib ko'rining deb. Qarish taraf moshindaq taq-tuqi gaplarni qilg'ili turib edi, turibli o'zimdan ansirab qoldim. Quliqimga bu 20 necha yilning oldida yozuvchimiz Mamtimin O'shir akaning hikoyalaridagi gap so'zlardek anglanib, radio anglayotamdim yo telefonda so'zlashayotamdim deb bir telefonga. Ya uyda o'ltiraverib, to'ttam ep qo'ydimi meni deb to'ttamga undarganda qarab qo'ydim. Qarish taraf text so'zlayotdi. Bir gepi quliqimga kira emas. Shundaq bo'lsin amsa degan gapini aran anqirib, ma'qul dedim-da, qo'l telefonni ustal ustiga qo'yib, sofada o'ltirgunimcha xiyolida yo'q televizor ko'rib o'ltirgan ayolimga qarab, qadilib qarab qopdiman. Saqto, dedi ayolim menga bir televizorga bir qarab. Attigan siz o'rningizdan turmasda aholilar komitetining filoylari kirib ekan. Uyinglarda uyda o'ltiraverib xomish bo'lib qolganlar bo'lsa tizimlaymiz deb. Yo'q deb qo'ydim-ku. Deginicha taqsidagi shimishkini elib tars qilib bir chaqmasmi? Xuddi menamning ichida chaqmoq chaqqandek bir sezim butun badanimni silkib o'tib ketdi. Atdigan bir o'ndonli turgandek qilib edim. Tova, bir telefon bilan bir qismini bo'lib qoldim desa. Telefonning tiring qilgan ovozi meni kichikkina sagitganda qildi-da. Öndidorning odam qo'shish iltimosiga qarsam, bosh so'rtim yo'q. Qop-qora taglik ostiga Sarang deb ism qo'yib olgan. Uchurlarini tekshirsam, chekitchaqliq narsa yoki chambirak mazmuni yo'q birsini qo'shishimga Salunka mang'u degan xat bilan 32 tishi teshida yejaygan bir chiroy ifodasi kelibla. Keyindan mavzusim yo'q bu asar avatilibdi. Sarang Abduri Oybek Abdulhaq hikoya. Bu qo'rg'u ko'chib kelganimizga uzun bo'lmag'achqa, udul qo'shnimizni toza to'nib ketmaydi.
er ayol ikkimiz atdigan ishga ketsak, kechida bir vaqtida qaytadigan bo'lg'ashqa, qo'lim qo'shnilar bilan toza izdishib ketarmidik. Bir kuni ayolim binoning o'ndidor to'pidan udildiki ayol qo'shnimizni qo'shib olibdi. Usta saypunkan, dedi u go'har tepib olgandek xo'sh bo'lib. Shundan buyon ayolim kashti beka bo'lsa, udil qo'shnamning o'ndidor chamberkini xuddi yakshanba kuni bozor cho'gilagandek cho'gilaydigan bo'lib qoldi. Qarang ma'u ko'ynakka. Ma'u plat yo'q chiroyliqmikan? Ma'u kostyum uyibki bo'lamdikan? deb so'rasa, men havzandiki jibolardan beshimni ko'tirmay, voy alomatgan, bo'ladikan deb qo'ydigan bo'ldim. Mang'o bu xotin chambarak chiqog'idek kiyim tikanlaydigandek ko'rinmaydi. Qo'shnimizga ro'zaytlik kiyim buyurtdim, devatgan ayolim ro'zayt turmoq qurbon hitmi o'tib, bayrammi yo'q oylarning bir kuni endi kashlik tomoqqa o'ltirishimizga ishik o'rilib qoldi. Ayolim men achay deb berib, yo'g'alli so'lyav xalta qochilangan bir narsani ko'tirib keldi. "Voy, nima ro'y bu?" deb balam ikkimizning ko'zi paqirab ketdi. Men qo'shnimizning zakaz qilgan yettiq kiyimim endi kepti. Degenicha tamoqqami qaramay udil yotoq uyga kirib ketdi ayolim. Balam ikkimiz tamoqni yeb bo'lib qarsoq chiqmaydi. Jo'zlarni biraqur yig'ishtirib boldik yo'q. Balam chaqirsimi chiqmaydi. Ansirab yotoq uyga yugurib digida kirsak, bechora bayqush yangi olgan kostyum yopkisining ustida "Voy esit, 1800 ko'y pulim" deb bozlab o'ltiribdi. Asli bilsak, kiyim rangi asldagi sut eqranglik bo'lmasdan, xuddi bir chaqmoq rang yetishmagandek 10 necha chaqmoq rangni aralashtirib urayotgan bo'lib, kiyimni kiymek tugul qargan odamning beshi qayatdi. Uning ustiga vijek zilvoliqiga bu kostyum yopka shunchalik cho'nki, hatto men, xotinim, balam uchimiz birga kiysakmi, yana bir yerlari eshib qolatdi. Balam ikkimizdan kulib uchimiz uzilib qolayli dedi. Yig'layotgan ayolimmi oxiri biz bilan tang kulib yetib qoldi. "Chiroq ketmaydigan divoli bo'psan. Chilim chekadiganlarning formasi kam bu. Usta saypunkan deb maqtavatatdin. Boksyorchilarga maxsus kiyim tikadigan o'xshamanda. Ichiga yalqachilab faoliyatlarda shart tutib turib pasan bo'lg'idek" deb tozi kulib bo'lib, mening g'ojjida ochchig'im tutdi. "Qandaq sulay saypun bu? O'lchmay kiyim tikadigan" desam. "Voy, o xotin tikkan emas, shu ayolning to'r dukundan 6 oyning oldida zakaz qilgan, endi kepti. Rang o'lchamlaridan tatib aniq deb bergan. Bo'y turqimni biladi bo'lmasa" deb qaqshashga tushdi xotin. "Ha, bo'pti, cho'ng bo'lganda kiysin" degan o'xshaydi. "Sep qo'y sandig'ingga" dedim ochchig'imni tasdib esib. "Oy, terkib turganda to'liq chaqchaq qilmang ha" deb qaytadan domsaydi xotinim. Qaytirib etaman desam qaytirg'ili bo'lmasmish. Qanday qilaman amisi desam, o'ngshab kichiklatib berdi ekan. Lekin o'ngshash haqqiga yana 800 ko'y oladi ekan. Buni anglab yuzgili chiqdi mening. Ochiq tashlab aytgan voy, yangi kiyimni o'ngshab kichiklatib, endi balam kiyigida qilib qo'yib, cho'ngaytib berdiğinga yana 1000 ko'y to'lab yurma. Debla yotoq uydan chiqib ketdim. Shu ishdan keyin ayolimni pastqariga tushib, mening oldimda bu usta mashinchining gapini qilmas bo'ldi. Xeyli uzoq bir zamonlardan keyin bir kuni kashlik tomoqni yeb o'ltirganda ayolim tuyuqsiz so'z echib qoldi. "Ata ayollar kasalligiga oid material bo'lsa, og'ash kelsangiz bo'pti-kan?" Men hayron qoldim. "Kasal bo'lsang doktorxonaga bormay, nima o'zing material ko'rib ketding? Ya sen doktor bo'lmasan?" "Yo'q, men emas", dedi ayolim. "Odil ayol qo'shnimiz boya kiribdi-kan. Sizni kitobxonada ishlaydigan bo'lgandan shundaq material bo'lsa tepib bersa deb." "Ha" dedim. Men hayronlik ilikida so'rdim. "U saypon nima qiladi ekan? Bundaq tibbiy materialni?" "Bundaq ishgan", tafsili tushuntirib qoldi ayolim. "Bo'lmasa yo'ldishning xizmati maoshi bor, yuvosh odam bilasiz. Bu xotinning guldek sayponni qo'yniri bor." Ayolim bu gapni deb bo'lib menga bir qarab,
Eliqi 18 ko'yliq kiyimi esiga keldi bo'g'ay atimalim. Oq seriq yuzi qozonning tegida qordab berib darrov o'ngshaldi. Necha vaqtning yog'i nadi ko'z tutilib, qachongacha erimizning chiroyi qarab o'ltiramiz. Menga agassangiz millioner qilma. Men bu birsiga agishyapman. Men bilan qo'shilib 80 nachimizni mush yilning ichida millioner qilib tarbiyalab chiqilyapti. Sizga faqat qiymayapman. Billa millioner bo'lib ketishimiz tush emas. Men sizni bir to'pga qo'shib qo'yay. Shu to'pda muzik anglasangiz, o'ng mengingiz yepilib, so'l mengingiz ichilib ketadi deydi. Yana texi bo'lsa ota-onamizni urug' tuqqan ish qilib, biz bilan salom sayiti bor odamning hammasini qara qushlarim, orqangdagi nimarang degandek mush to'pga akralisakla, uxlasaqmi pul, tush ko'rsakmi pul, tush ko'msakmi pul, yatsaqmi pul, qo'psaqmi pul, mansaqmi pul. Telefonda bir narsani ko'rsakmi pul, to'xtamay kiraverdi ekan. Men shu sizning mijozingizning o'sonligini bilgachga, yana urib tashlab, mana qizinglar deb opamnikiga opirib qo'ymasin deb yaqin kelmagan. Ayolim lappida qilib mening chiroy ifodamga qarab gapini davomlashtirdi. Bugun bu qo'shnam qor yomg'ir yig'lab dard etib kiribdi. O'tgan qatnashgan turining lobini qechib ketib, necha million ziyon bo'pti. Ota-onasining uyini setib, o'zi o'ltirayotgan mushu uyini setib qarz qaytiribdi. Hozir o'zining uyida o'zi ijara o'ltirib yetibdi-dek. Yo'ldishi idoraning yotqiga ko'chib ketibdi. Yiqilgan chelish to'ymabdi deb, bu qitim ota-onasining yezdagi terilg'u yerini setib, shuning puliga bir to'pga qatnashibdi-dek. Bu qitimga agashgan muallimi haqiqatan qoltishmish. 6 yosh vaqtida Ishkirdagi Shaolin ibodatxonasiga mengib berib, 28 yoshga kelganda poyezdga o'ltirib qaytib ketdi ekan. Topda mollaq assa, chelinayotgan chavak to'xtaydi ekan, ammo mollaq to'xtamasmish. Endi bu saypon xotin shularning ushliqlarining mayda ishlagan tarkibi Nobel mukofotiga erishgan ayollar kasalligiga ishlatadigan xislatlik meyining millionlik rayon darajalik olmos vakolatchisi bo'pti ekan. Nim bo'ldi? Dedi ayolim so'zini to'xtatib. Ming bir kecha cho'chaklardek bu gaplarni anglab, hayronlikda og'zimdan yavatgan tomiqimning tushib kelayotganligiga qarab. Shu topda atkashda 3000 vakolatchisiga ayollar kesil to'g'riliq dars so'zlamoqchi ekan. Sizni shu materialni tepib bersa, bo'lsa qiziq yerlarini qatlab qo'ygan bo'lsa, shuni o'qib beratdim demoqchi ekan. Ko'zimning chaqcharab ketayotganini ko'rib, ayolim meni ishonmayotdi deb o'ylab qoldim-o, texim azvaylashga boshladi. Bu saypon xotin deydi, meni hech kim tonimagan ekan, hozircha o'zimni davlatlik pispasliq deb turadigan bo'ldim. Ahmadjon ayollar kesil to'g'riliq bak qiziq material tap berib, bak danzam bo'lib ketib qolsa, kelaraplik darsgacha darajam Osiyoviy ozuqshunoslik chiqibdi. Bo'lsa jibodi bir sat gap qilib, oqchi ko'kchi deb bitilishdiganlar chiqsa-ku, yulduzim chiqassa, 10 kundala Yevropaviy jongi doktor bo'lib ketdim. Shuning bilan mushu qarzlarimni bo'lsa-mu bir tugatib olsam, ondan tip-tinish o'ltirib, mushu mashinchiligimni qilabdim emasmi, jinim xo'shnam deb bak yig'lab ketdi. Deb gapini tugatdi xotinim talab tapchirib o'ltirib. Ayolimning gapining oxiri tushguncha gelimdan bir narsa siqqandek bo'lib, ko'zimning iqi kayniga ketib, bir qorong'ulik meni tuydirmay o'rab ketayotgandek bo'ldi. Qachonlardido nihoyatimi kang bir parcha chaqmoqraqqa aylanib qolgudekman. Udul xo'shnam saypon ayol xotiningizga sizdan pilatiyobga tikib berib, puliga qarzimni to'layman deb ishlatmagili necha yil bo'lgan kiyim tikish mashinasida meni tikib atqudek. Tikib gelimga kelgandilar jip yo'g'ilishib qolgudek. Yana so'kib, yana tikib atqudek. Yani gelimga kelgandilar jip yo'g'ilishib qolgudek. Deydisam, qo'shni tursak sat turamo davatqidekman. Chigishlashgan siri yig'nining sunib ketganiga qaramay, bu xotin koni mashinasini teximi kuchab tapgidek. Bu kiyimni panzavtiga aparsangiz bitmaydi. Yig'ningiz sunib ketgan tursa, deb yurak qismimga to'xtamasdan sanjilayotgan yig'nini sug'urib beray deyman u. Boshqalarning bir ish qilganini ko'ranmaydi ekan. Qaranglar, qo'lida yig'ni keyindan qo'laymanli deb turgan deb gap tepishdan qo'rqib,
meni to'xtamasdan tikib so'kishiga chidab yotqudekman. Bir vaqtda qulog'imga bir varangchining anglangandek qilib qoldi. Asta ko'zimni assam doktorxonada yetibdiman. Burnimda oksigen naytisi. Bosh tarafimda ayolim o'ri turgunicha mishildab turib, praktikant doktor bo'lsa kerak, bola chiroy bir doktorning qo'lidagi qog'ozlarga qo'l qo'yib atadi. Endi sabr qiling. Bizmi batirishchanlikni qildik. O'zingiz ko'rdingiz, 2 qitim bo'ldi nafas yo'qab, yurak ko'rsatma siziqi tuzsiz holat ko'rildi. Ahvoli xatarlik. İdiyaringizda tayyorlik bo'lsin. Men bosh doktorni chaqirib kiray. Deginicha bola doktor asta shipildab menib balnistdan chiqib ketdi. Bu gaplarni anglab muzdek sovuq terligandek bo'lib, ahvolim chatoqkanda degan narsa kallamdan yalt qilib o'tib ketdi. Ko'zimni asta yumib, ko'zimning qirida ayolimga sap soldim. Bechara tugishib ketgandek qiladi. Ovozini chiqarmaslikka tirishib, asta men tarafga o'rilib, qo'lini peshonamga qo'yib, karvatning qirida yanchi o'ltirib, menga sinchilab qarab o'tadi. Tuyuqsizda yana nafsim qisilib, yuragim og'zimga qaplashgandek bo'ldi. Lavlarim ko'kirishga boshlagan bo'lsa kerak. Ayolim "Sestra" deb vaqirganicha o'ltirgan padisda menga teximi ching yepishdi. Unda qilgan siri ahvolim teximi pastlab ketib o'tadi. Ko'zimni ochqidakmi mag'dur qolmagan chaqda eshik taraqshib, doktorlar yugurishib keldi. Ayolim meni ching quchoqlab, meni o'lib qoldigan o'xshaydi deb o'ylagan cheg'i o'rindan turg'idakmi majoli qolmagandek qiladi. O'pka oksigen miqdori to'van, yurak so'qishi tuzsiz holat kelyotdi. Praktikant doktorning ovozi yiroqdan anglanayotdi. "Yordamchi doktor, siz bir chet turing." Deginicha ahvosh, salopatlik bir odam yiroqdan menga yaqinlashdi. "Ayollarni turg'izib o'tinglar", dedi u odam bosh oyiqimga sap solgandek qilib. Sestra bilan praktikant doktor xotinimni o'ltirgan yerdan yulib tugidek elib, oyoq tarpimga o'ri turg'izib qo'ydi. Shu zamonla o'pkam kangirib, og'zimdan chiqib ketkilayotgan jinim joyiga tushgandekla sezilib, ko'zimni lapli qilib ichib, sap-saq odamdek minut qolmay o'ri o'ltirdim. Bosh doktordan boshqalarning ko'zi hayronlikda paqirab qoldi. "Buningga diqqat qilinglar", dedi bosh doktor, sestra va praktikant doktorga qarab. "Bemorga qaraydiganlar karvatda oksigen naytisining ustida o'ltiribmisan?" Ondan menga qarab nihoyat jiddiy burildi. "Baya kasallik arxivingizni ko'rdim. Sizda nervi xarakterlik hayajonlanish bor ekan. Boshqa hech qanday kasallik ahvoli yo'q. Bo'lsa ayolingiz yana bir qitim oksigen naytisining ustida o'ltirib olishdan burun doktorxonadan chiqib ketsangiz bo'ladi", dedi.